Kundalik eslatma. Kibr ko'rinmas balo. Ey kibrli, o'zini ulug' sanagan inson, nima bilan kibrlanayapsan o'zi? Alloh senga bergan mol dunyo bilanmi? Axir uni senga bergan zot istasa uni sendan bir lahzada tortib olishga ham qodir-ku. Ey mansabi bilan kibrlanuvchi, ertaga senga bir qo'ng'iroq qilishadi-da, endi uyingda o'tir, senga ehtiyoj qolmadi deyishadi. Ey o'zini boshqalardan baland tutuvchi, takabbur va g'ururga berilgan kimsa, bilgin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: qalbida zarracha kibri bor kishi jannatga kirmaydi. Yana bilgin, Alloh taolo kibrlanuvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Chunki kibr haqni inkor qilish, odamlarni past sanash, insonlarni kamsitish va haqoratlashdir. Izoh: ushbu 3 toifa inson uchun hayotiy eslatma. Birinchi, moli bilan kibrlanuvchi inson. Ba'zi odamlar bor, mashinasi, uyi, tijorati, hisob raqami ko'paygan sari odamlarga tepadan qaray boshlaydi. Lekin hayotdan bir misol, kecha boy bo'lgan inson bugun qarzga botib qolyapti. Kecha atrofida odamlar gavjum edi, bugun esa telefon jim. Chunki mol beriladigan ne'mat, abadiy mulk emas. Alloh berganini istasa sababsiz ham olib qo'yadi. Shuning uchun mol bilan kibrlanish emas, mol orqali shukr va kamtarlik qilish lozim. Ikkinchi, mansabi bilan kibrlanuvchi inson. Bugun rahbar, direktor, amaldor, odamlar eshigida navbat, hamma labbay xo'jayin deb turadi. Lekin hayotda ko'p ko'rilgan holat: bugundan ishingiz tugadi, rahmat, yoki falonchi lavozimidan ozod etildi degan bitta gap hammasini o'zgartiradi. Kecha qabulxonasi to'la edi, bugun esa hech kim qo'ng'iroq qilmaydi. Mansab vaqtinchalik omonat. U bilan kibrlanish emas, undan odamlarga xizmat qilish uchun foydalanish kerak. Uchinchi, o'zini baland sanab boshqalarni kamsituvchi inson. Bu inson oddiy odamni past ko'radi. Gapini bo'ladi, xatoni tan olmaydi. O'zini hamma narsadan ulug' deb biladi. Lekin unutmasin, insonning qadri kiyimida ham, mansabida ham, molida ham emas. Alloh taolo nazdida ulug'lik taqvo, axloq va kamtarlikdadir. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ogohlantirganlar: qalbida zarracha kibri bor kishi jannatga kirmaydi. Xulosa: kibr insonni Allohdan uzoqlashtiradi, oxiratda esa halokatga olib boradi. Kamtarlik esa insonni aziz qiladi, Allohning muhabbatiga yaqinlashtiradi. Ey inson, kim bo'lishingdan qat'iy nazar, Alloh oldida banda ekaningni unutma.